بردم و بردم بلب استقام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان. Aziz vatandaşlar va radio eshitayotgan do'stlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xabarlar barnomasida xush keldingizlar. Bugun shanba 19-yil Jadda oyining 20si bu yer Mazori Sharif shahri Balx milliy radiosi. Bu soat xabarlar men bilan Isoxon Amiri. Bismillahirrahmanirrahim. Balx viloyatining o'rinbosari ushbu viloyatning tavlidi shirkatlarining nazorat jarayonida ushbu tavlidot me'yori bo'lsa degan. Ular ta'kid etganki, islomiy amillik talosh etadi to tujorlar va san'at ishlayotganlarni himoyat etsa. Boshqa tomondan ushbu viloyatning korxonadorlari islomiy amillikni himoyatidan sitoyish etib, barcha sarmoyadorlardan xohlagan to Afg'onistonda ichida sarmoyaguzorlik etib, ish fursatlarini shaharvanlarda ijod etsinlar degan. Balx viloyatining o'rinbosari Mavlaviy Nurul Hodiy Abu Idris hamroh hayatlari bilan ushbu viloyatning 5 korxonasidan nazorat etgan. Ushbu ko'rishda Abu Idris janoblari faoliyatlarini xalqni niyoz baxshida yaxshi deb aytganki, islomiy amirligi daxili tavlidotdan himoyat etadi degan. از داخل افغانستان بیرون افغانستان صادرات داشته باشیم و ضرورت بیرون کشور نداشته باشیم. از خاطر که ما و از خاطر مسئولیت ما است که باید ما دیدن بکنیم، از فامیلکدارا حمایت بکنیم. از همین خاطر ما نزدیک میبینیم و از خاطر به چشم سر میبینیم، دیدن میکنیم، به این حمایت میکنیم، این را تشویق میکنیم، ترویج میکنیم. Balx viloyatining Ma'din va sanoat o'toqni buyrug'i Imomuddin Sanoizoda ushbu harakatni tavsiyaning yangi fasli deb o'lkaning xudkifoyasida muhim unvon etgan. ما در بسیار بخش این چی بود که توجه مقام ولایت بلخ و معاون صاحب مقام ولایت بلخ بود که فعلا انشالله در سطح افغانستان در ولایت بلخ صنعت بسیار در حالت رشد قرار داره و در بسیار بخش انشالله ما در خودکفایی میرسیم. این توجه خاصی و مسئولین امارت اسلامی و بالخصوصا معاون صاحب مقام ولایت بلخ است که از فابریکادار، از صنعتکار از نزدیک دیدن میکنه. Boshqa tomondan ushbu viloyatning bir kishi korxonadorlaridan Abdulmannon aytishicha, islomiy amillikni himoyatidan sitoyish etib, barcha sarmoyadorlardan xohlagan to Afg'onistonda ichida sarmoyaguzorlik etib, ish fursatlarini xalqda farahm etsin degan. فعلا ریاست بروشنا برشون وعده دادن که بر شما برق میتیم. دیگه از جناب معاون صاحب ولایت بلخ تشکر میکنیم که من از فابریکات دیدن میکنم، تا برنامه گرفتن که اینا من حمایت میکنن از تولید صنعت داخلی. ما بسیار خوشحال هستیم. Aytilishicha, Balx viloyatida 1700 tavlidi korxona mavjud va ushbu korxonalar muvaffaq bo'lganki 132 qalam mavodda ushbu viloyatni xudkifoyada yetishtirgan. Va boshqa xabar buki, Balx viloyatining amniya qo'mondoni Abdulroziq Roshid ishli ofisida iqtisod vazoratining insijom muassasasini umumiy buyrug'i muftiy Abdulsalom Ashrafiy va Balx viloyatining iqtisod buyrug'i Mavlaviy Sardor Muhammad Haydari va hamroh hayatlari bilan ko'rishgan. Ushbu ko'rishda Balx viloyatining amniyati vaziyat borada yorlik etayotgan faoliyatlari, nihodlarning o'rtasida hamohanglik, hamkorlik ijod bo'lgani va boshqa necha muhim mavzular ustida bahs etgan. Balx viloyatining amniya qo'mondoni muassasalarni yorliklaridan qadrdonlik qilib, qonun usulini rioyatiga ta'kid etib ishontirganki, Balx viloyatining amniya qo'mondonisi umumiy amniyatni ta'minida va muassasalarning mashru faoliyatlarida lozim hamkorliklarning idomasi bor degan. Hamchinon iqtisod vazoratining insijom muassasasining umumiy buyrug'i Balx viloyatining iqtisod buyrug'ini amniyati nihodlarini hamkorligidan qadrdonlik qilib ta'kid etganki, muassasalar qonun usulini rioyat etsin degan. Va bu ham bir xabari varzishi. Kurash musobaqalari bir uzun varzishkorlarning o'rtasida Balx viloyatining Sho'rtapa voleybolida barguzor bo'lgan. Ushbu musobaqasi Balx viloyatining Tarbiyat badani riyosatining Kurash federatsiyasi tomonidan bir kechada barguzor bo'lgan. Ushbu musobaqada 15 jura masofa etgan va 40 varzishkor ham hariflaridan yutib qahramonlik unvonini qo'lga olgan. Rasmiylar ushbu musobaqa yo'l taylash hadafini bartar varzishkorlarni tanishligi va Kurash varzishni rushd va tarviji unvon etgan. Hamchinon ushbu musobaqa oxirida bartar varzishkorlarda javoiz berilgan. Ushbu soat yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Har birlaringizni Alloh mutolga topshiraman. Yana ko'rishguncha xayr, sog', amon qolinglar. بردم و بردم بلب استقام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان.